Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Oilada o'zaro hamjihatlik, bir-birini qo'llash bo'lsa, yangi marralar zabt etilaveradi. Ayniqsa qiziqishlar bir nuqtada to'qnashsa, havas guruhi a'zolariga ham bu borada har qancha havas qilsa arziydi. Jannatimiz oilamiz, savlatimiz oilamiz, g'ururimiz oilamiz, oilamiz. Hindcha taronalar bilan tinglovchilar olqishiga sazovor bo'lgan qahramon G'ulomjonov bu gal o'sma haqida kuyladi. O'sma, o'sma, o'sma. Namni qolginam o'sma. Ne aybingdan deydilar seni o'sma. O'sma, o'sma, o'sma. Namni qolginam o'sma. Ne aybingdan deydilar seni o'sma. Oilaning kenja farzandi Robiya ham faollikda akasidan qolishmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda turli tillardagi qo'shiqlar ijrosi bilan kuzatuvchilar e'tiborini qozonmoqda. $24 milyon prosmotr, 1,100,000 like. yakxanda kuni gul, yakxanda kuni gul, yakxanda kuni gul, bixandona tasadqa. Ey g'uncha dahon ziray dandona tasadqa. O'zim skripkachi qizman. 4 yoshimdan beri skripka chalaman. Endi shu xalqimizga Bollivud qo'shiqlari yoqqani uchun Bollivud qo'shiqlarini ham aytib, shuni orqasidan tanilib ketdim. Yomg'irli kunlarda Robiya Yomg'irlar deya nomlangan taronasiga ishlangan klipni YouTube'ga joyladi. Yangi ijod namunasi ham qisqa fursatda ko'pchilikka manzur bo'lishiga ishonchimiz komil. Bahor bor tarovatini endi ko'rsata boshlaydi. Demakki, ijodiy yangiliklar bundan-da ko'p bo'ladi.